Assalomu alaykum. Bu video lavhamizda qandli diabet 2-tipini davolashda gastroshuntlash amaliyotini ahamiyati haqida bo'lib o'tadi. Hozirgi kunda qandli diabetni 2-tipini konservativ davolashda ko'plab guruh dorilar, shu qatorda insulinning qator turlari qo'llanib kelmoqda. Lekin qandli diabetni asoratlari bo'lmish insult, infarkt, ko'rishni buzilishi, buyrak yetishmovchiligi, qon tomirlarida kelib chiqadigan aterosklerotik holatlar, o'tkazuvchanlik buzilishi natijasida oyoqlarda bo'ladigan o'zgarishlarni oldini olishga yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa bizning xalqimizda shifokorlar tomonidan buyurilgan dietani to'liq ushlamasligi sababli qondagi qand miqdorini korreksiya qilishga erishish juda qiyin. Agarda bemorga to'g'ri qo'yilgan ko'rsatmalar asosida bariatrik amaliyot, ya'ni gastroshuntlash amaliyotini o'tkaziladigan bo'lsa, bemorni to'liq sog'lom turmush tarziga qaytarish mumkin. Operatsiyaning ta'sir mexanizmi oshqozon osti bezidagi insulin ishlab chiqaruvchi beta hujayralarni rag'batlantiruvchi inkretsinlarning faolligini oshirish va insulin ishlab chiqarishni pasaytiruvchi, ya'ni unga qarshi bo'lgan grelin, anti-inkretin kabi gormonlar faoliyatini pasaytirishdan iborat. Buning natijasida bemorning o'z imkoniyatlari uyg'onadi va tashqaridan insulin olishga muhtojlik umuman qolmaydi. Operatsiya yordamida 90% holatlarda insulin inyeksiyalardan va tabletkalardan to'liq qutulish, qolgan 10% holatlarda esa yengil dozadagi tabletkalarga o'tilish bu isbotlangan. Operatsiya hamma diabetiklarga mumkinmi? Va bu operatsiya ko'rsatmalari nimalardan iborat? Birinchi tip diabetiklarda operatsiya turg'un natija bermaydi. Shuning uchun bu kabi bemorlarga operatsiya o'tkazilmaydi. Agarda qandli diabet ortcha vazn bilan kelinadigan bo'lsa, ya'ni indeks massa teli 35 dan yuqori bo'linadigan bo'lsa, bu holatda operatsiya o'tkazilishi shart. Tabletkalar va insulin inyeksiyalari yordamida qondagi qand miqdori korreksiyasiga erishilmasa, ya'ni glikemiya gemoglobin 7-8 dan baland bo'ladigan bo'lsa, bu holat operatsiya ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Ba'zi bir adabiyotlarda qandli diabetning 2-tipini mavjudligi bu operatsiyaga 100% ko'rsatma degan maqolalar ham bor. Bariatrik operatsiyani erta o'tkazilgani ma'qul. Agarda bemorlar 10 yildan ortiq tabletkalarni, 5 yildan oshiq insulin inyeksiyalarini qabul qilgan bo'lsalar, bu bemorlarimizda oshqozon osti bezida insulin ishlab chiqaruvchi hujayralarning soni keskin kamayib ketgan bo'ladi. Bu operatsiyaning samarasiga to'g'ri proporsional. Bu narsani ko'rishimiz uchun biz qondagi C-peptid, ya'ni qon plazmasidagi C-peptidni ko'rishimiz kerak. Agarda bu ko'rsatkich birdan past bo'ladigan bo'lsa, ya'ni normadan past bo'ladigan bo'lsa, bu bemorlarda insulin ishlab chiqarish imkoniyatlari pasaygan bo'ladi va operatsiya samarasi bo'lmaydi. Albatta, operatsiyaning asoratlari ham yo'q emas. Bular ichki qon ketish, choklarning yetishmovchiligi va ayniqsa allergik bo'ladigan asoratlar. Bu asoratlarni taqqoslash uchun mana kundalik bajariladigan o't qopini olish operatsiyasi bilan solishtiradigan bo'lsak, bu asoratlarning sifrasi aytarli bir xil, ya'ni 100 tadan bitta, 1000 tadan bitta bo'ladigan asoratlar. Bundan tashqari kechki asoratlar bo'lishi mumkin. Kechki asoratlar nima bu? Vitaminlar yetishmovchiligi va mineral moddalarning yetishmovchiligi. Bu albatta dori-darmonlar bilan korreksiya qilsa bo'ladigan holatlar. Qandli diabet va operatsiyaning bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlari dunyo olimlari tomonidan o'rganilib, taroziga qo'yilib, qandli diabet va semizlikni davolash standartlariga allaqachon kiritib bo'lingan. Hozirgi kunda bizning klinikamizda ochiq tana vazn, qandli diabetning 2-tipini davolash ham konservativ, ham operativ davolashlari aktiv olib borilmoqda. Agarda sizlarni shu kabi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, pastda qoldirilgan raqamlarga murojaat qiling.